Majburiy ijro byurosi Farg'ona viloyati boshqarmasida navbatdagi sayyor qabul o'tkazildi. Unda fuqarolarning ayrim muammolariga yechim topildi. Hozir shu haqda. Qabul davomida fuqarolarning murojaatlari tinglanib, ularni qiynayotgan muammo va masalalarni joyida hal etish choralari ko'rildi. Aholining ijtimoiy huquqiy muammolari, ijro hujjatlarini amalga oshirish, qarzdorlikni undirish va farzandlik nafaqalariga oid masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Aliment masalasi bo'yicha murojaat qilganman majburiy ijro bo'limi xodimlariga. Ancha paytdan beri bu masala hal bo'lmayotgan masala edi. Shu xodimlar tomonidan shu ish ijobiy hal qilib berildi. Qancha undirib berishdi misolchi hammasi pulni? Kecha 7 million undirib berishdi. Yana 3 kun ichida qolgani ham bartaraf qilinadigan bo'ldi. Shuningdek, shahar aholisi tomonidan asosan sud hujjatlarini ijro etish kechikishlar, oilaviy nizolar, aliment to'lovlari, kredit qarzdorliklari hamda mulk bilan bog'liq masalalar bo'yicha murojaatlar kelib tushdi. Har bir murojaat yuzasidan mas'ul xodimlarga aniq vazifalar yuklatilib, ayrim masalalar shu yerning o'zida hal qilindi. Sayyor qabulga kelganimiz maqsadi fuqaro qarzdorligini to'lamayapti edi. Amaliy yordam berishdi vaqtida, Xudoga shukr borib, ijrodagilar bilan undirib keldik. Qancha so'm undirildi shunda? 37 million 185 ming so'm undirildi. Shu kuni 40 dan ziyod fuqarolarning murojaatlari ko'rib chiqildi. Ularning ayrimlari joyida hal etildi. Boshqalar bo'yicha esa mas'ul xodimlarga aniq vazifalar yuklatilib, ijro nazoratiga olindi. Qabul jarayonida aholiga ijro hujjatlarining amalga oshirish tartibi va byuro tomonidan ko'rsatilayotgan interaktiv xizmatlar bo'yicha tushuntirish ishlari ham olib borildi. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Zamon informatsion tahliliy dastur uchun Farg'onadan.